bizni hayotiy iltimosimiz dargohdan. Do'stlaringiz bilan hamisha birga bo'ling. Chunki do'stlar siz bilan birga bo'lsa, hayot qiziq bo'ladi. Qolaversa, hamma vaqt mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin hayotimizda. Bir-birimizga kelaylik. Mana shunday yaxshi kunlarimizda ishtirok etaylik demoqchiman. Разрешите поздравить юбиляра, чтобы у него всегда было такой жизнерадостный день. Чтобы всегда он был вот для друзей таким открытым. Bizdan aka, sog' salomat bo'ling hamma vaqt yangam bilan birga. Akajonim, tilagimiz Xudo dargohiga bo'lgisi kerak. Mana shunday hayotlar sizga hamma vaqt ham nafas bo'lsin. Salomat bo'linglar. Raisbok keling. این حد کنار ندارد. همه خیلی عمر بینن سلامت باشن. نظام الدین به فکر من در شهر سمرقند جانی من باشن اگر انسانی هستند که یگان کسب نمیخلانند. اگر دشمن خلاند برای دشمن نظام الدین همه خیلی ملایم میکنند که دشمن آرام شود. برای در وجود نظام الدین نیست این خیل چیز. من باوری دارم چون من در دوشنبه کار میکنم. منم همین منم پداگوگ هستم. میفهمم میدانم نظام الدین دوستای شما حرمت کنه آمدگی در این درگاه شما. کسی که شما حرمت کنه آمدگی میفهمن میدانن. من خدا بسیار را میکنم همه آتان بر رحمت آباد باشید، سلامت باشید. خیلی که نظام الدین وجود دارد همین شاگردای نظام الدین، کارگرهای نظام الدین با هم کار میکردگی های نظام الدین هم همین وجودی همین قدی کار کنید. این آدم یگان در وجودش خار ندارد، فقط ملاحت دارد. این به زبان تاجیکای تاجیکستان ملاحتی دارن. آباد باشید، سلامت باشید. برای همه‌تون عمری دراز و رزق فساد نخواهم. به تاجیکستان مرحمت نمایید. ما آب تارت میدیم. معلم محترم مسلمان قلکه هزارها رحمت برای نیت‌های خالصتان. خداوند کریم گفتگیتان بجا آورد. تاجیکستان معتبری به همه دلشناس و به دل نزدیک ما جای عمل و احترامی و صلح و امنیت را به خودش پایدار کند. آباد باشد. Ассаламу алейкум. Дорогие друзья, мы сидим и торжествуем интереснейшие явления в судьбе. Поликлиника нашей области. Давайте приветствуем их. Это великолепное учреждение, которое многие годы, к сожалению, из одного учреждения в другое немного переселяет, кочует и так далее. Но их талант и могущество от этого нисколько не уменьшается, но наоборот увеличивается. Возглавляет великолепный наш друг Раим Касимович. Мы дадим ему слово.
acayip davrda oturmuş. Ablakumlar oylasın. Rahmat Damulla, gapingizdan boshida siz hurmatli Abulaku Otaxonni aytib ketdingiz. Hurmatli Otaxon, sizni kelajak ulug' ayyom 9-may kuni bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling Otaxon. Sog' salomat bo'ling. 150 ga kiring, 200 kiring. Shu to'ylaringizdan yana qatnashib bu yerda o'tirib bilan hammamiz ham bo'lib o'tiraylik. Endi bu yoshlarimizga kelganda mana hurmatli Yuriy Mixailovich juda ko'p gaplarni Yuriy Mixailovich juda ko'p gaplarni hurmatli ukamiz Nizamiddin adreslariga aytgan edi. To'g'rimi? Yuriy Mixailovich, я перевожу. Вы много теплых слов сказали в адрес главного врача. Да, Низамиддина. Я сейчас просто Юрий Михайлович, я позволю с вашим перейти на русский язык. Я хочу сказать, что Юрий Михайлович прав, совершенно прав. Как Домула сказал, Юрий Михайлович, на самом деле горячий человек и в этой душе. Вот это его, понимаете, слова меня очень поддержали. И я хочу сказать, что Юрий Михайлович прав, что он сделал очень много для промзоны номер 2. Спасибо большое и благодарность, конечно, большое. Но я хочу сказать о нашей анарахо. Годан анарахо. Я хочу сказать, что дай Бог, что в каждой семье была такая супруга, как Анархон. Ибо таким, как Анархон, крепкая семья. Я знаю эту семью давно, поэтому я хочу пожелать ей много счастья, радости, здоровья, farzandlarni baxtlarni ko'ringlar. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Kechirasizlar bir yomon bir dardga kor bo'lmoq oson emasdir. Bir yo'qni bor qilmoq oson emasdir. O'zingni asragin yomon ko'zlardan vafodor yor bo'lmoq oson emasdir. Mening tilagim bugungi yubileylarga ana shu xonadonning doim har bir dardiga malham bo'lsin. Shu xonadonning borini 1000 bor, 100 bor ko'paytirsin. Shu bir xonadonni yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan asrasin. Qo'sha qalb yurishsin, bir-biriga vafodor yor bo'lsin. Nevara-chevaralarining to'ylarida bosh-bosh bo'lib xizmat qilib, yelib-yugurib yurishsin. Hozir arzimas sovg'amizni lütfen taklif qilamiz, poliklinikani ham o'yin bilan tabriklasin, ham sovg'a bilan.
Давай, потушим. Вот я. Ему на 100% ее надо. Да, конца. И 10%. Ну, важнее к вам. Да, я тоже 60%. Так, Бархарань. Алексеевич, надо повернуться, дорогой. Рахмат. Давайте, ну давай. Aziz do'stlar, Будем, да? hurmatli mehmonlar, Девочки, bu ajoyib davramizda kichkina bizning lekin ko'nglimiz keng, yuraklarimiz toshib ortib, bizni niyatimiz kengish bir dargohda o'tiribmiz. Nega deganda mana shu otaxonamiz Avlaqul aka Hamroyevni aytganimdan hammalaringizga ma'lum bo'ldiki, İşkince çürttürüyor. Kaç kanca vakti? Çaz, paltarak buraydı. Nugulato gradu var. shu sabablar yana bir bizni bu dargohda Ha, bu taşlayıp yaptı. katta olim biologiya sohasida faqat bizni respublikada emas, Tojikiston va undan qolaversa Rossiya Respublikasida Sankt-Peterburgda tahlil olib, katta domlalarning saboqlarini olgan ajoyib bir olimimiz hozir mana shu yerda o'tiribdilar. Bu kishi ham iliq so'zlarini mana shu sanaga o'tirishimizga, mana shu yerda o'tirgan do'stlarimizga bag'ishlagan so'zlari bor. Eshonjon akaga so'z bermoqchiman. Bitta qarsalar bo'lsin. Bu mehmonda bu kishi. Bizda Samarqandimiz hamma vaqt ham mehmonlarni yaxshi kutib olgan dargoh bu. Qarsak bo'lmadi-ku. Yashanglar. Mana Eshonjon akaga so'z. Professor Eshonjon aka. Tashakkur. Assalomu alaykum. По положению нашей компании, что здесь присутствует национальности всех нашего бывшего союза, я хочу выразить себе, позволять себе выразить такое ощущение. Уважаемые гости, дамы и господа, уважаемые терпимые и нетерпимые товарищи, все, кто сидит за Дастарханом Низамиддина, обращаю ваше внимание на то, что сегодня мы торжественно, великолепно, по всем достоинствам исправляем несколько больших крупных дат. Это совершеннолетие моего друга Низамиддина, совершеннолетие нашей Янгашки и многих торжественных дней этого семейного счастья и 20-летия. Ничего себе. Я хочу выразить мою благодарность Богу Всемогущему, что у меня есть такой родственник, у меня есть такой друг, у меня есть такой сосед. Я выражаю благодарность всем, кому что достается ценности, сохранности моего друга, сочинит по всем статьям с ног до головы, что он является единственным в моей жизни. И даже по всей моей научной работе. Я поздравляю Низамиддина, моего наилучшего, близкого друга, соседа. Я поздравляю Янгашку нашу. Я поздравляю всех гостей, присутствующих и отсутствующих членов ученого совета, институтского, техниковского, поликлинического и так далее, и тому подобное, и других. Вот. За все, что сегодня Низамиддин для нас организовал, и за все, что продолжается наш праздник. Хочу выразить мою благодарность отцу Низамиддина, моего дяди, великолепного человека, который сидит здесь за спиной всех нас,
тысячелетий еще. Дай Бог, чтобы мы еще ни один такой праздник исправили в этом доме. А для этого есть основания всякое. Я благодарю всех присутствующих товарищей, гостей, всех уважаемых людей. Дай Бог, чтобы в каждой семье была такая, была такая радостная жизнь, как говорит Бальзак, сыновья, чтобы каждая сыновья находилась или имела под собой свою подкову, основу. И это прекрасно, что сегодня мы торжественно все вместе отражаем всю живую действительность, всю рефлекторную деятельность каждого сидящего здесь человека. Спасибо за все. Приглашаю всех на танцы, ребята, девушки, молодцы. Огромное спасибо нашему молодому, как видели, азартному, величественно могущему профессору из Таджикистана Эшонжан aka. Ура! Ура! Эшонжан aka, sizga rahmat. Ming rahmat. Bu yosh kunimizda asosiy sababchisi mana otaxonimiz, bobomiz. Chunki agar shu bobomiz, otaxonimiz bo'lmaganda bu oilani davomi bo'lmasdi, mana bunaqa yaxshi kun bo'lmasdi. Shuning uchun men o'z nomimdan, oila nomidan bugun aytilgan hamma yaxshi niyatlarga qo'shilaman. Istardimki, shu kelasi yaxshi kunlarda ham otaxonimiz o'tirib, bosh-qosh bo'lib, mehmonlarni hammasini tanib, bilib, hurmat qilib qabul qilib olsin. Endi bugungi yaxshi kunni sababchilari akamiz, Nizomiddin, yangamiz. Endi bu kishilar haqida qancha gapirsa oz, chunki haqiqatan yosh kelin kuyovga o'xshab bir o'tirganda hammalariz guvoh bo'ldingiz. Kelasi yubileyda ham xuddi ana shunday kelin kuyovda o'tkazsin. Hamma do'stlar, qarindoshlar yig'ilishib, ana shu akamizni yangam bilan birga, oilalar bilan birga tabriklashsin. Istardimki, mana bu o'tirgan insonlar ham Nizomiddin akaga o'xshab baxtli bo'lib sochlari oqarsin. Istardimki, mana shu oilaga o'xshab har bir inson boshqa insonlar og'irini yengil qiladigan bo'lsin. Chunki bu insonlar ham akamiz, ham yangamiz vrach. Insonni og'irini yengil qiladigan insonlar. Mana bugun raisimiz aytdiki, asosiy bugun akamiz tomonidan, yangi tomonidan kollektivlar kelgan. Agar shu kollektivlar orasida kim oshni savdosini qilsa, menimcha akamiz aytayotganday o'yindan qiziq bo'ladi. Priz ham yaxshi bo'ladi. Mana priz 500 so'm deb aytyapti rais bobomiz. Qaysi kollektiv yaxshi o'ynab, kulib o'yinga tushsa 500 so'm ikkita noli bilan. Voy, ajoyib bo'ladi. Nizomiddin aka hamisha ana shunaqa halol pokiza inson bo'ling. Hamisha qo'lingiz keng, bag'ringiz keng inson bo'lsin. Farzandlarni o'stiryapsiz, so'rab sizdan kam bo'lmasin. Mana shu yerda o'tirgan qora ko'zlar ham mana shunday yaxshi kunga yetishib, do'stlar bilan, qarindosh bilan davra qurib, siz ham ana shu davralarda qatnashib, o'zingiz yosh yigitlar sizga bera oling. Rahmat. Bahadirjon, ming yil yashang. Do'stim, iltifotingiz buzilk. Sizga o'xshagan yigitlar yana chiqaversa, mana do'raga hozir musiqa kollektiv hozir bir shijoat ko'rsatdi. Yaxshi qo'y bo'ladi bu yerda. Ikki kollektiv chiqadilar. Mana bu yerda o'tirgan juri a'zolari belgilaydi. 500 so'm yutganlarga ekan. Bu mayda pul emas.
shunchaki hali oligimiz shunday bo'lsa lekin eng ehtiromli tomoni Bodirjonni mutashakkir boshlagan ishlarida boshqalar hozir yana o'tirib 1000 ber 2000 ber va undan ham oshib bir narsalar berdilar. Sobirjon, kalatingizga barakalla.
Yok bu değil ki. Yok bu değil. Rahmat verin. Gel bak. Demek bizler anımçı geçiş yolu otursa gerekler. Geçen sene jurasına geldik ya. Oynadık hep birlikte. Yok. Ya burada bana fayda bir şey değil. Davramızın niyetiga yarasha, o'tirganlarning niyatiga yarasha, ko'nglimizning boriga yarasha studentlar poliklinikasi bilan Mepsanchas ikkalasi 250 dan olar ekan. Спички вон гридят. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Davramiz ajoyib davrani. Bu yerda faqat so'z